Mehmonxona shinam qurilgan. O'rtoqlar, buni ko'rib qo'yish kerak. Bitta ketdik. Ko'ryapsiz, interyerda aynan bezaklar, dekorativ bezaklar, elementlar juda ham ko'p va balans bo'lishi uchun ham aynan mana shunday neoklassika uslubidagi eshiklarni tanlaganmiz. Samarqand shahridagi rasmiy dilerimiz Xurshid akani suhbatga tortamiz. E'tibor beryapsizlarmi? Bu yerda hech narsa shunchaki o'ylab qurilmagan, hammasi alohida proyekt asosida, maqsad asosida qilib chiqilgan. Qo'lni yurgizadigan bo'lsak, qaysidir joyda bir dag'allik ko'rmaymiz-da mana. Silliq. Bu yoqda ko'proq klassika uslubi tanlangani uchun Feruzarang ko'proq klassika uslublarga yaqin keladi. Har bitta detalga alohida e'tibor qaratilgan va har qanday usta ham bunday ishni oxiriga qadar maromiga yetkazib bajara olmaydi.